Hurmatli kuzatuvchilarimiz, endi bu O'zbekistonga kirib kelgan universal monstrimizni sizlar bilan birgalikda ko'ramiz. Don mahsulotlari bilan va mana bunaqa quruq hashaylarni chiqarib ishlatib ko'ramiz. O'zini komplektida hozir ichida donniki turibdi. Hammasi bo'lib 5 xil setkalari bo'ladi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bu hashakka va don mahsulotlarni yorma holatga buyurtma asosida chiqarib bersanglar ham bo'laveradi. Bemalol aholiga xizmat ko'rsatish yem do'konlarga ishlatib foydalanishingiz mumkin bo'ladi va katta fermalar uchun ham tavsiya qilamiz. Bemalol xizmatingizni qilib beradi. Buni o'zini tanishtirib o'tadigan bo'lsam, xo'p, mana bu pasportida modeli 50lik model deyiladi. Eniga 40 lik setga tushadi bunga. 15 kilovatli 380 ga ishlaydi. Ya'ni 3 faza deb qo'yiladi xalq tilida. Bunker obroti 3400 obrot bo'ladi. Motor obroti esa 1500 obrot bo'ladi. Sababi mana bunaqa shkif orqali obrot kattaytirilgan bo'ladi bunker qismi va shu ishlayotgan holatida bir soatiga 2 tonnadan 2 tonnayu 600 gacha har xil turdagi don mahsulotlarni un ko'rinishda yoki yorma ko'rinishda maydalab beradi. Sof og'irligi 400 kilo bo'ladi. O'zini og'irligi ko'rib o'tishingiz mumkin. Ham pilisosli, juda ham qulay. Rushnoy tepadan sosanglar ham bo'laveradi. Makka sotasi bilan, jo'xori sotalari bilan tashab bemalol bu joydan stiklonidan tushirsanglar qoplab sharoitga oson bo'ladi qoplashga va bunisiga turba qo'shimcha ulasangiz ham bemalol mana bu ulitkani kuchi yetadi. Sababi buni boshqa xonada va mana stiklonni boshqa xonaga olib o'tib turib bemalol montaj qilib olsanglar ham bo'ladi. Ishlatayotgan holatingizda umuman changimaydi. Bu tarafdan chang chiqadi, bu tarafdan esa don mahsulotlar tushadi. Masliniy pachimliklar bilan jihozlangan, ko'rib o'tishingiz mumkin. Motor qismlari 100% misad motkali bo'ladi. 3 ta remen orqali harakatlanadi bularimiz. Mana bu tarafidan har xil turdagi ho'l va quruq hashay mahsulotlarni chiqarib mana shu joydan otishingiz mumkin bo'ladi yoki stiklondan un ko'rinishda har xil razmerini, setkalarini qo'yib olib ishlatsanglar bo'ladi. Yana bir qulaylik tarafi bu ichida qolib ketmaydi. Ko'rib o'tishingiz mumkin. Bunisi ichki mishalkasi bo'ladi. Bunisi stiklonga haydab beradigan o'qi bo'ladi, vali, burama vali. Ochib yopish juda ham oson. Ishlatib bo'lib, umuman tozalashga hojat yo'q, o'zida qoldirmaydi. Hozir buni sizlar bilan birgalikda ishlatib, tekshirib, yurgizib ko'rsatib beramiz. Birinchi mana bu dondan boshlaymiz. O'zi tortib turib, bu joyga tushiradigan holatda. Dilshod tog'a yaxori endi. Bosamiz. Qopni Jamshid tog'a. Ey! Qizil tog'orani oling, qizil tog'ora. Qizil tog'orani oling. Og'irroq ekan mana. Og'irligini qarang mana.
Bo'ldi. Ochiring. Mana hurmatli kuzatuvchilarimiz, juda ham mayin holatda bu molda yemini ustiga sep bersanglar ham oshqozoniga bemalol yuqadigan holatda qilib beradi. Bu yana ham sal yiriroq setkasi, bundan ham mayin setka qo'yib chiqarishinglar mumkin bo'ladi. Undan ham mayin pudra holatga keltirishinglar mumkin. Zakasiga qarab turib yorma yoki shunaqa un ko'rinishsa chiqarib bersanglar ham bo'ladi.